Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun bir tarafdan piyoda yo'l yurgach, bir tarafdan mushu piyoda minishninki sog'lomlikqa bo'lgan foydasi degan temada ozroq so'zlab bermoqchi. Men bu jihatda burunmi yo'l yurgach biroz so'zlab o'tgan. Albatta bu nayti mo'yin bo'lganligi uchun ko'p so'zlaganning ziyni yo'q deb qarayman. Shunglashqa men bugun shu Nyu-Yorkninki shimoliy qismidagi bir bog'chida yo'l yurgach, shu piyoda minishninki sog'lomlikqa bo'lgan foydasi to'g'risida yana bir qitim ta'kidlab o'tmoqchi. Piyoda minishninki jismoniy va ruhiy sog'lomlik jihatda nurg'un foydasi bor bo'lib, uningki jismoniy sog'lomlikqa bo'lgan foydasi tövendikçe. Aldı bilan piyoda minish eng sog'lom bo'lgan badan chiniqtirish bo'lib, u yurakning sog'lomligi va badanning qon aylanishini yaxshilaydi. Bu yerda eng sog'lom bo'lgan badan chiniqtirish degan vaqtida bizning ko'z oldimizga balkim nurg'unlagan o'xshamagan chiniqish usullari kelishi mumkin. Masalan, mushu olimpik musobaqalari, har xil olimpik musobaqalar yoki bo'lmasa dunyo musobaqalar, bu musobaqalarningki asosli maqsadi yolg'iz bu badan chiniqtirib sog'lom bo'lish emas, balki raqobatni yengib mushu rekord yaratish yoki medal ilish, ya'ni mukofot ilish bo'lganligi uchun u biroz sog'lomlik maqsadidan halqib ketgan radikal chiniqish hisoblanadi. Shunglashqimi mushu dunyo chempionlari bo'lgan tanarkatchilarninki oxirida bular mushu 50-60 yoshdan oshgan vaqtida ularninki sog'lomligininki uncha yaxshi emasligi hammamizga ma'lum. Ya'ni bak haddan ziyoda bak chiniqib ketgan vaqtidami u sog'lomlikqa ko'p foydasi yo'q, aksincha ba'zi ziyonlari bo'lishi mumkin. Shunglashqa bu yo'l yurish, ya'ni suv uzish degandekidek bir qism chiniqish usullari nisbatan eng sog'lom bo'lgan chiniqish usuli hisoblanadi. Piyoda minish yurak qon tomirini chiniqtirish harakatining bir turi bo'lib, yurak so'qish va yurakdagi kichik tomirlarga qon aylanishini oshiradi. Ya'ni bo'lib bak shu qo'l putdagi qildam tomirlarning qon aylanishini yaxshilashda piyoda yo'l minish nihoyatda foydali. Tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida tez suratda kuniga oz deganda 30 minut piyoda minishniki yurak kasali, yuqori xolesterol va boshqa ahvollarga giribdor bo'lish xavfini, ya'ni xatirini tuvaltadiganligi ma'lum. Piyoda minish orqali muskullarni kuchlantirgili va so'ngakni sog'lomlashtirgili bo'ladi. Piyoda minish nurg'un muskullarni harakatlantiradi. Bo'libmi bak egizlikdan pastga qarab mangan vaqtida mushu pochoq va tizninki sog'lomligini oshirib, mushu tiz kasallarniki bo'g'im kasalliklari giribdor bo'lishniki oldini olg'ili bo'ldi. Undan boshqa piyoda minish mushu tangpungliqni yaxshilashga alohida yordam berdi. Piyoda minish badandagi mayni ko'ydirib, o'riqlashga yordam berdi. U orqali oshqozon muskullarini tangshashga foydasi bor. Ya'ni bizningki badandagi may kuyib, bu badan ig'irligimiz tushgan vaqtida buningki foydasini oshqozonimizmi ko'rdi degan gap. Piyoda minish orqali qon besimini to'vallatgili, qondagi shakarni to'vallatgili va uyquni yaxshilig'ili bo'ldi. Ya'ni biz mushu piyoda mangan vaqtimizda
uruqlash maqsadiga, ya'ni energiyani ko'ydirib, uruqlash maqsadiga yetganligimiz uchun mushu semizlik bilan munosabatlik kasalliklar, ya'ni yuqori qon besimi deymiz, diabet kasal deymiz, miyaga qon tushish yoki miyaga qon yetishmaslik, yurak tiqilmasi deymiz. Mush xil kasalliklarning hammasini mushu yo'l yurish, uruqlash, anandan keyin badanniki qon aylanishni bo'lib va qildam tomirlardagi qon aylanishni yaxshilash orqali bu sog'lom bo'lish maqsadga yetkazib bo'ldi. Undan boshqa piyoda minish ba'zi nafas yo'li kasalliklarininki xavfini azaytishga yordam berdi. Yuqorida men deb o'tgandagidek piyoda yo'l minishninki shu jismoniy va ruhiy sog'lomlikka foydasi bor deb o'tgan edim. Undaqda bu ruhiy sog'lomlikka qanday foydasi bor degan vaqtida piyoda minish jarayonida tabiat manzaralarini ko'rib manganligimiz uchun u bizningki kayfiyatimizni yuqori ko'tardi, ruhiy besimimizni tuvaltidi, ya'ni stressni tuvaltidi. Ansizlik va xomushlik kasallik giribtor bo'lish xavfini tuvaltidi. Bular shu yo'l yurishninki bizningki ruhiy sog'lomlikka bo'lgan foydasi. Bo'libmi bak, men yuqorida deb o'tgandagidek, mush andish qilish, ansizlik, anandan keyin tushkunlik deganlar bizningki hayotimizda nihoyatda ko'p uchraydigan ruhiy kasalliklarniki boshlanishi bo'lganlik uchun biz yo'l minish orqali bu kasalliklarniki oldini ola olishimiz mumkin. Undaqda bu piyoda manganda nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Ya'ni bu piyoda yo'l mangsak, qanday mangsak bo'lamdi, sog'lomligimizga foydasi bo'lamdi deganda albatta undaq emas. Bu yerda eng muhim bo'lgani oyoq cho'qim rahat bo'lishi kerak. Piyoda minish qizg'inligini yuqori ko'tarish uchun manzara go'zal, havo sap joy bo'lish bek muhim. Eng yaxshisi chimliq yoki yumshoq yer bo'lish kerak. Chunki siminut yoki bek qattiq yerda mangan vaqtimizda put, pochoq va tizninki zaxmlanish xatiri yuqori bo'lishi mumkin. Shunlashqa biz yo'l yurishga plan qilgan vaqtimizda cho'qim oyoqni yaxshi tanlashimiz, kiyim-kechigimiz rahat bo'lish, anandan keyin men yuqori ta'kidlab o'tgandagidek, shu yo'l piyoda minishga tanlagan joy cho'qim go'zal manzaralik, sap havoliq, anandan keyin chimliq yoki yumshoq yer bo'lish kerak. Chunki men yuqorida deb o'tgandagidek, agar go'zal manzara bo'lgan vaqtida bizningki bu yo'l yurishga bo'lgan qizg'inligimiz yuqori bo'ldi. Anandan keyin yo'l yurgan vaqtimizmi uzun bo'ladi. Ya'ni biz ishimiz pushib qolmaydi. Anandan keyin sap havoda biz kundalik xizmat jarayon, turmush jarayonida ishlagan shu xizmat qilgan muhitni almashtirib sap havoda yo'l mangan vaqtimizda bizningki sog'lomligimizga alayda foydali. Bugungi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Minglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh. Allohga omonat. Allah hammamizning tinini salomat qilsin.